Yağmurlarimiz o'ta qattiq yog'yapti-da. Qo'qonda Abdumalik tandirlari, Qo'qondanman. Yağmurimiz juda qattiq yog'yapti. Tandirlarimizni 10 qavat, 12 qavat qilib salapam bilan qattiq o'rab qo'yilgan. Xudo xolasa. Mana 2025 30-mayda Qo'qonda Abdumalikning uyida yomg'irlarimiz juda qattiq yog'yapti. Mana tandirlarimiz qattiq yog'yapti. Bugun zakasimiz ham bor edi, chiqolmadik. Tandirda olib chiqolmadik, chunki tandirda o'tib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun olib chiqmadik.